Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Ultra Boy. Bugun men sizlarga DSP serverini qanday kuchayish keyin obzor qilib o'taman. Bu mening birinchi videoyim YouTube'ga. Telefonning o'zida qilyapman. Bu serverga Bedrock'da ham kirsa bo'ladi, Packet Edition, masalan, Minecraft Bedrock Packet Edition. Bu serverda ko'pchilik kompyuter va kontrollerda o'ynaydi. Tak, baribir bular ko'pchiligi kompyuter va kontrolda o'ynasa ham yaxshi PvP qilisha olmaydi. Lekin zo'r PvP qiladiganlar bor. Sizlarga donatlarni tanishtirib o'taman. Bu serverda aytgancha, masalan, chatga oddiy mana bu lotinchada yozib bo'lmaydi. Master degan rangda olgandan keyin yoziladi 39 rubl. Bu degani 1000 so'm emas, yoki 5000 so'm shunaqa. Tvarets degan rang bor, 69 rubl, Titan, Dragon, meniki Dragon. Vladika, Champion, Хранитель, Strategy Lord, Legenda. Mendek hozir Dragon rang. Shu sizlarga bu ranglarning oson ham bo'ladi. Masalan, biz spawndan to'plashni kesadi, tekin yo'lish bor. Keyin bu yerda zadeskasi bor. Mana bu ko'p narsani ochishni zadeskasi. Masalan, hozir o'rgataman mana. Sizlar mana o'ynashinglar kerak masalan. Necha minut desa shuncha minut o'ynaysizlar mana. Men 22 soat o'ynaganman, server yaqinda obnovleniya bo'ldi. Men o'sha bu yerda olganman. Hozir men amplayim, Everni ham oldim. Hozir men kelib turibman, 2 kun 12 soat o'ynasam, yo'q bo'lmas. Bunga kelman, uzr adashman. Bir kun o'ynasam, bir kun 16 soat, hozir 22 bo'lsa, mana shu tepa ko'tarsam, menga 200 ming monet beradi, dollar, mana bu o'yin monetasi. Keyin bittasiga masalan 2 da 12 cha deyilgan bor. Mana shu o'ynalsa, mana shu vaqt sizlarga donat qilish bittasi. Oxirida ham bittasi bor edi. Unga 7 kunmi o'ynash kerak. Ochilmayapti. Короче, 4 kun o'ynash kerak, unga 3 ta beradi. Masalan, hozir sizlar donat qilib olgandan keyin bu yo'lga borasizlar-da. Vaqtini o'ynab bo'ldinglar. Keyin asta bu yo'lga kelib olaylik, keyin olib ketaman. Tak, mana keldik. Bu yerda mana hozir aytaman, lekin donat keys, mana donat keys sizlarga beriladigan keys bitta bosasizlar. O'ynaladi sizlarning donatinglar. Sizlarga tushadi. Master rankidan tortib Dragongacha. Menga birinchi ochganimda Titan tushdi. Agar legenda ranki random donat deb yozsa, masalan, sizlarning omadinglar kelib qolsa, ular yozgan payt sizlar tushsanglar, Dragon beriladi. Bu yerda alxemik bor, masalan, damlamalar sotib olishgan. Bu yerda auksion, odamlar narsa sotadi. Men bir nimalar sotishga qo'ydim, dinamik qo'ydim. Bu yerda masalan, mana bajarishga kerak-da bu aytadigan narsalarni. Keyin buni full bajarib bo'lgandan keyin maynerni shaxsiyasiga o'tasizlar. Bu yerdan maydon oqilasizlar. Bu hozir eng musurida bu. Zo'rlari doim kelib turadi, mana yerda bugun musur qo'yilgan. 15 minutdan shaxta o'zgarib turadi. 15 minutdan. Masalan, bu degani hozir bu musur bo'lsa, 15 minutdan keyin unaqa bo'ladi. Blokoviy almazlar shunaqa turadi. Ko'pincha. Bu yerda magazin, masalan, oladigan narsalarni bu yerdan brani oladigan bo'lsanglar, rublga olishinglar kerak, lekin brani ham juda zo'r bo'lib chiqadi. Shu qilishda ham shunaqa. Abishni sandiqda mana bu, abishni lutda mana bu shu oladigan narsalar. Totem 40 ming turadi. Yaxshi. Siz ko'pchilik sizlar bu yerdan narsalar sotasizlar, masalan, daraxt olib keldinglarmi, daraxt sotasizlar. Mana daraxtda ham har xil varianti bor. Keyin shaxtirskiy narsalar olib kelganmi, ularni ham sotasizlar. Meni yozibdi. Men damlayapman, menga nima yozadi? Bu mana bu yerda top donatorlarni ko'rishinglar mumkin. Masalan, birinchi o'rinda 23 million 978 ming yig'ilgan odam. Ikkinchi o'rin Tochno Tok degan ekan, 6 million yig'gan. Uchinchi o'rin Kiki degan. To'rtinchi o'rin men. Aslida 2000 so'm bilan meni o'tib ketyapti, qaranglar mana. Darrov o'taman. Bu yerda esa degan masalan. Birinchi o'rinda Tochno Tok degan turibdi, ikkinchi o'rinda men turibman. Qolganlari pastda. Bu yerda masalan boyaga aytgan joyimda o'ynagan odamlarni ustida necha soat o'ynagani. Ko'p o'ynasanglar topda turasizlar. Chiqib ketmasam serverdan. Men 6-o'rindaman. Bu yerda masalan duel bor. Duelda pobedalarni ko'rsatadi, topoviy. Qancha ko'p nima yuksanglar, shuncha ko'p top kirasizlar. Hozircha server yangilangani uchun hozir kirish oson. Bu yerdan kirasizlar duelga. Qo'limda lut bo'lgani uchun kirgizmayapti meni. Narsalarni tashlab keyin kirasizlar bu. Bu yerda Griffmir. Masalan, Griffmirda mana shunday bo'ladi. Apasni emas, oddiy
xavfsiz zonada bu yog'i. Bu yerga chiqsanglar fight bo'ladi. Fight debman. Короче, PvP qilsanglar bo'ladi. Hozirlik kuchingizni o'rgataman endi. Nu, qaranglar, masalan, sizlar kill PvP sizlar PvP. Shu PvP qilib pul topsanglar bo'ladi. Juda oson pul topsanglar bo'ladi. Masalan, tepada qaranglar, men nikimni pastda, onlaynni pastida opit deb yozilgan. Shu opit to'ldirsanglar, levelinglar ko'tariladi. Boshlanishiga past level bo'ladi sizlarda. Masalan, past deganda 100, 200, bitta odamga 53 dan beriladi. Bitta odamni 3 marta o'ldirsanglar hisoblanadi. 4 marta bo'lib qolsa hisoblanmaydi. Boshqa odam o'ldirishinglar kerak-da, uni o'ldirib o'tirgandan foyda yo'q keyin. Level ko'tarilib, yaxshiroq pul topasizlar. Men hozir levelimni ko'tarsam, menga bir 150 ming, 140 ming so'm beriladi. Balansga-da. Ikkinchi yo'li fermerchilik. Fermerlikni o'rgataman. Urug'lar qayda ekan? Mana har xil urug'lar topib ko'rsaman. Yomon zaddeskiga yomon deb sandiqlarda o'tirishsin. Masalan, mana qaranglar. Bu nima qovoq kimi shuni keltiribdi. Eng zo'ri tarvuzniki. Masalan, qo'yasizlar, tarvuzni ham qo'yasizlar, o'zi darrov pishadi. Bu yerda suv ham kerak emas. Bu yerga qo'yasizlar, mana yerda qo'yib olib, keyin ustini короче, full hamma narsasini qo'yib olib, keyin o'sgandan keyin olasizlar. Lekin bunday olish kerak. Bolta kerak bo'ladi. Bolta bilan tez yiqolsanglar bo'ladi. Bolta boltani kuchaytirish kerak. Ana silk touch deganni qo'shish kerak-da. Buzilgan narsani o'z holatida beradigan. Keyin tarvuzni boyaga skupshikka sotasizlar. Shunaqa qilib kuchaytirib bo'ladi. Keyin hammasidan sotgan kuchaytirib yokida nimaga zo'r lutlarni olib turib auksionga qo'yish kerak. Masalan, zo'r lut deganda anaqa mechlar, qarang. X mech. Buni libboy summaga sotsanglar oladi. Masalan, eng maksimum 1 million qo'ysa bo'ladi-da. Buni hozir 500 mingga sotsanglar ham oladi. Bu narsa 150 rubllik narsa bu. Phoenix jonni 6 ga aytirib beradi. Qarchi odamlarga olib pulab tursanglar ham jonni tez ketadigan narsa bu. Sila 3 skorost 2 yong'inga qarshilik bor, keyin prigushetsa 2 ana sakrash. И 6 don sertsa deydi. Minus taraflari och qolish 2 ni bir vallo deyilgan qarchi. Och qolish ham borda ko'proq ovqat olib yurishga yoniga. Oddiy braniya bilan borib ko'ramiz arenaga. Arenada hozir hech kim yo'q. Odam hozirda kamda 6 ta odam bor men bilan. Agar abeddan keyin masalan bir soat 12, 1 shu paytlari odam juda ham ko'p bo'ladi. Hammaga xayr bo'ldi. Bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Yoqqan bo'lsa like va podpiska bosib qo'yinglar.